Assalomu alaykum. Matbuot anjumanining ikkinchi qismini boshlaymiz. Ikkinchi qismda Yaypan jamoasi bosh murabbiyi Rashid aka qabul qilmishyapti. Rashid aka, bugungi o'yin haqida fikr aytasiz. Avvalambor muxlislarni, o'zimiz yigitlarni hammasini g'alaba bilan tabriklayman. Sababi bizga juda bir nima deydi, chuqurga tushib qolgandek edik. Ana G'azalkent o'yinidan keyin. Bizga qanaqa kubokmi, chempionat nima bo'lsa ham bitta g'alaba kerak edi, oldingi tonusni ushlab olish uchun. Xudo xolasa bugun aytilgan ustanovkadagi hamma narsani bolalar deyarli 99% ga bajarishdi. Shuni hisobiga g'alaba qozondik. Nima deydi? G'alaba qozonsangiz xatolar ko'rinmaydi deganday, bugun zaminaga tushganlar ham, asosiy tarkibda tushganlar ham hammasi o'zining vazifasini bajardi. Men shundan ko'nglim to'ldiki, bugun nimaki aytilgan bo'lsa shuni Xudo xolasa bajarildi. O'yindan ko'nglim to'ldi. Keyingi o'yinlarga Kattaqo'rg'onga omad. Rashid aka, Kubok bahsidagi oldingi o'yin haqida savol bermoqchiman. Paxtakorga qarshi o'yinda men endi darvozabon haqida savol bermoqchiman. Aynan Paxtakorga qarshi bu Ozodbekni tushirmadingiz-da, Mirzohid Jalilovni tushirdingiz, u ko'p gol o'tkazib yubordi. Bu nima deb o'ylaysiz? Bu yosh futbolchining ruhiyatiga ta'sir o'tkazib qo'ymaydimi? Yosh futbolchi deganda kim? Mirzohid birinchidan Ozoddan katta. Endi yosh bo'yicha. Unga naborot o'shanaqa o'yinlarda amaliyot berdik. Sababi biz kubokda rotatsiya qilib hammaga o'yin amaliyotini bermasak, chempionatda qiyin bo'lyapti-da. Bizga kubokdan ko'ra chempionat ko'proq zarur. Shu ochko nabrat qilish uchun. Menga hozir mana shu kubok o'yinidan ko'ra Kattaqo'rg'onni chempionatdagi g'alabaga almashtirasizmi deganda ha derdim. Shuning uchun biz ko'p qo'yib yuborganning sababi bu Mirzohidda varatarimizda deb o'ylamayman. Paxtakordagi sababi o'sha golgacha vaziyatgacha yaratgan bizni 10 ta o'yinchimiz bo'ladi xavfli vaziyatlar. Sababi orqaga qaytish qanaqadir kamchiliklar. Endi Paxtakorda jamoaga qarshi o'ynaganda любой bir komandani haligi nozik jihatlari, ayblari ochilib qoladi. O'shandan biz yaxshi xulosa chiqarib bugungi o'yinga asosiy tarkibni tushirishga majbur bo'ldik. Sababi u Pro Ligadagi jamoa bo'lgani uchun g'alaba uchun chiqqandik. Qolgan Paxtakorda biz hammani sinab ko'rdik, o'yinga umuman tushmaganlarni. O'shani hisobiga ham ko'rsang, e'tibor bergan bo'lsangiz, biz 1-0 yutqizib turganimizdan keyin men 3 ta 4 ta zamina qilib olganimdan keyin o'sha 2-chi, 3-chi, 4-chi gol bo'lib ketdi. Bu endi yetarlicha tajriba zaxiradagilarga yo'qligidan-da, o'shaning uchun biz yetkazib olish uchun hammaga o'yin berishga harakat qilyapmiz. Rashid aka, yana bir savol. Mana shu kubok bahsida e'tibor beryapmiz, siz ham e'tibor berib turganingiz aniq. Superliga jamoalari guruhdan chiqishni uddalay olmayaptilar va Pro Ligadagi jamoalar, misol uchun Mobius, G'azalkent muddatdan oldin guruh bosqichini hal qildi ijobiy tomonga. Nima deb o'ylaysiz? Bu Superliga klublari kubokka uncha e'tibor qaratishmay turganidanmi yo Pro Liga klublari kubokka e'tibor qaratib turganidanmi? Yo, bu savolingiz birinchidan to'g'ri savol beryapsiz. Hamma o'zini kuchiga qarab, imkoniga qarab davom ettiradi-da. G'azalkent o'sha yana kimdir dedingiz, Lochinmi? Mobius, Olimpik Mobius o'ynadi. Endi ular o'ynagan hozir G'azalkent o'ynagan, narga o'ynagan jamoalari Superliga men bilishimcha, eshitishimcha, ko'rishimcha chempionatda qo'yilgan sostav 100% emas-da. Ular biz hozir qanoq qilib rotatsiya qilishga harakat qilayotgan bo'lsak, Pro Liga hammaga o'yin amaliyot berish. U Superligadagilar ham menimcha o'ynamagan o'yinchilarga, 20 talikka protokolga tushmagan o'yinchilarga hammasiga o'yin amaliyot berish uchun o'ynatgan. Shundan Pro Ligalar ko'pchilik unumli foydalangan, g'alaba qozongan. Endi bu degani Superliga ikkinchi sostav qo'ydi degani slab o'ylashib qolmaslik kerak-da. Chunki Superliga nomi bor. Endi hamma o'zini oldiga qo'ygan vazifasiga qarab sostav qo'yadi. Ularning ishiga men bilmadim, aralasha olmayman. Shu. Bugungi gol, kiritilgan golda hujumchingiz juda aqlli qaror qabul qildi, darvozabonni bo'yidan oshirib tashladi to'pni. Bu golga balli tizimdan necha ball qo'ygan bo'lardingiz? Endi balli tizimga bu исполнение juda ham chiroyli, juda ham aql bovar qilmas darajada bajardi Muzaffar, gap yo'q. Bunga tasanno. Lekin golgacha bo'lgan vaziyatda bunga agar kimdir o'sha momentda pas bermasdan o'ziga olib tepganda bu gol ham bo'lmasdi-da. Shuning uchun goldan ko'ra men golga yetib kelgan vaziyatdagi ishlab berganlarni
ko'proq maqtagan bo'lardim. Конечно, обязательно bu urgani ham bu hammaga ham emas, urgan odam молодец. Endi bal endi a'lo baho qo'ygan bo'lardim. Chunki bu gol o'yin taqdirini hal qildi. Rahmat. Savollarga o'tsa, matbuot anjumanini yakunlaymiz. Ekon jamoasini yana bir bor tabrik Rahmat.